Toshkentga sotildi. Shu akalarimiz sotib oldi. Aka qulluq bo'lsa mashina. Yaxshi kunlarga buyurib nasib qilsa. Necha pulga oldilar, aka? 60 million. 60 million so'mga sotdik. Bugun baraka bo'ldi. Nataris hamma yo'qlarini qilib beryapmiz. Doim yaxshi kunlarga buyurib nasib qilsa. Assalomu alaykum. Akalar, ukalar, qadrdonlar, bizni kuzatib o'tiruvchi obunachilar. Mana mashinamiz bugun baraka bo'ldi. Toshkentga, xudo xolasa. $4900, 60 million so'mga baraka qildik. Akalarimiz 15 kun oldin ham kelib mashinani ko'rib ketishdi. Aylanib ko'ngilga ma'qul kelgani shu bo'pti. Avvalambor nasib ekan. Kelib mana bugun baraka qilib, xudo xolasa Toshkentga o'zlari minib ketishyapti. Ilohim yaxshi kunlariga buyurib nasib qilsin. Akalar, mashinamiz aytib o'tganimizdek 1988-yil yuk yuzi ag'daruvchi, gazga ruxsati bor, dvigatel raqamsiz, ramalari butun, zadnimoz korobkalarda ovoz yo'q, motorida rasxoti bor. Har doim aytib o'tyapmiz, borini bor, yo'g'ini yo'q. Shu kelishilgan puldan 2 million so'm alohida shu motorini rasxoti borligi uchun o'tib berdik. Akalar, halol ishidan. Bugunda o'ylagan odam hech qachon qahramon bo'la olmaydi, buni bilamiz. Shuning uchun ham O'zbekiston bo'ylab ishlab kelyapmiz. Xudoga shukr. Xizmatlar bo'lsa bemalol telefon qilaverasizlar. Gaz ezilgich zapchaslarini O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz, xudo xolasa. Yaxshi etvoylar, oq yo'l. Ha.